Bodirga anchadan beri videolari qo'ymayapsiz. Qo'y sotyapsizlarmi, o'zi yo'qmi deb qo'ng'iroq qilishuvdi. Sotyapmiz, ataylab keldik. Chunki oxirgi payt haqiqatda ko'cha ishlari bilan ko'p ovora bo'lib qolib, ko'chada yuribmiz. Bu yerda Elijon faqat savdoni amalga oshiryapti. Hozir mijozimiz qo'ng'iroq qilib, "Aka, qo'limga pul tegib qoluvdi. Agar hozir sizga to'lab yuborsam, men bu pulni ishlatib yuboraman. Oldingizga borishga ham imkoniyat bo'lmayapti. Sizga ishonaman. Xuddi o'zingizga tanlagandek ikkita qo'zi qo'chqor tanlang degandilar. Mana shu yerda ikkita qo'zi qo'chqor mana chiqardik. 81 kilo vazn ko'rsatdi. Bittasi 4 oyliklardan chiqqan, ya'ni 125 mingdan kilosini sotayotganlarimiz. Bittasi demak 110 ming so'mdan sotayotganlarimiz. Ikkalasi birgalikda 9 million 510 ming so'm pul bo'ldi. 9,5 millionga baraka qilamiz. Mana xudo xolisa ikkita qo'z qo'chqorimiz egasiga qarab turib ketdi. Sizlarchi? Sizlar qachon kelasizlar? Yo, hali ham o'ylab o'tiribsizlarmi?